Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun mahalliy qon aylanishining buzilishi to'g'risida gaplashar ekanmiz. Demak, boshladik. Mahalliy qon aylanishining buzilishi bu nima o'zi aslida? Buni bilishdan oldin biz qon aylanish tizimiga ozgina tushuncha berib o'tsak yaxshi bo'ladi. Qon aylanish tizimiga yurak arteriyalari, 6 ta mikrosirkulyator tomirlar, arteriola, prekapilyarlar, kapilyarlar, postkapilярlar va venular kirar ekan. Keyin vena hamda ularning bo'shlig'idagi 4,6 yoki 6 litrgacha bo'lgan qon kiradi. Demak, biz organizmimizda, odam organizmida 6 litrgacha bo'lgan qon bo'ladi. Yana bitta qiziq fakt bor. Bitta eritritsit organizmni qancha minutda aylanib chiqadi? 23 minutda aylanib chiqar ekan. Moddalar hamda kislorod mikrosirkulyator tomirlar devori orqali qondan to'qimaga yoki to'qimadan qonga o'tib turadi. Ya'ni shu tarzda moddalar almashinuvi sodir bo'ladi. Xo'p, bu biz organizmimizdagi umumiy qon tomirlar, venalar, arteriyalar, mikrosirkulyator qon tomirlar. Xo'p. Endi qon aylanishining buzilishining klassifikatsiyalari bor. Bu umumiy tushuncha. Demak, birinchisi qon xo'p, buni yozaylik. Demak, birinchisi qon to'lishining o'zgarishi munosabati bilan kuzatiladigan buzilishlar. Masalan, qonda hajmga qarab buzilishi. Birinchi arterial va venos to'laqonlik, ya'ni arterial yoki venos giperemiya deyiladi yoki kamqonlik. Bu yerda kamqonlik tushunchasi ikki xil holatda ishlatiladi. Ikki xil holatda. Mana. Birinchisi, ikkinchisi. Agar kamqonlik umumiy bo'lsa, ya'ni odam organizmida umumiy bo'lsa, bu anemiya. Ya'ni bizda bor B12 vitamini defitsit anemiyasi yokida temir defitsit anemiyalari bor. Asosan eng ko'p kuzatiladigan holatlar. Shu kabi holatlar umumiy kamqonlik hisoblanadi yoki eritrotsitar massaning kamayish fonida. Endi bizda bu kamqonlik agar mahalliy bo'lsa-chi? Mahalliy degani faqat mana shu kichkina qon tomirlarning o'zidagina sodir bo'ladigan jarayonlarga nisbatan ishlatiladi. Demak, mahalliy anemiya, ya'ni mahalliy kamqonlik qanday bo'ladi? Mahalliy kamqonlikda aynan mana shu kichkina qon tomirlarda qon oqimining kamligi yoki qonni kamligi, ya'ni qon hajmining kamligi, bu nima deyiladi? Ishemiya yoki kamqonlik. Demak, biz kamqonlikni ikki xil holatda tushunar ekanmiz. Keyingisi tomirlar devorining zararlanishi va tomirlar o'tkazuvchanligining o'zgarishiga aloqador buzilishlar. Demak, bu nima demoqchi bo'lyapti? Qon tomir devorining zararlanishi va tomir o'tkazuvchanligini o'zgarib ketishi. Demak, buning natijasida qon tomir devori zararlangan, natijada nima bo'ladi? Qon ketish bo'ladi. Ya'ni yoki qon quyilish bo'ladi. Qon ketish bu gemorragiya, qon quyilishi gematoma deb yuritiladi. Endi bu asosan qanday? Qon ketish nimaga nisbatan ishlatiladi? Mana. Qon ketish bu biror bir a'zo jarohatlanganda tashqariga qonning chiqishi bu gemorragiya deyiladi. Gemorragiya. Agar qon quyilishi-chi? Qon quyilishi esa bu ichkariga, ya'ni ichki to'qimalarda to'planadi. Bu esa gematoma deb yuritiladi. Gematoma. Va diapetez yo'li orqali qon ketishi. Diapetez yo'li bilan qon ketishi. Diapetez nima? Qon tomirlar devorining kengayishi hisobiga unda mayda o'sha nima bo'ladi? Poralar bo'ladi-da, teshikchalar bo'ladi. Mana shu poralar orqali qonning suyuq qismini tashqariga chiqib ketishi. Misol bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda shakl elementlari ham chiqib ketishi mumkin. Plazmorragiya holatlari asosan bu plazmani qon tomir devoridan tashqariga chiqib ketish holatlari nazarda tutiladi. Keyingisi gemostaz va qon reologik xossalarining buzilishi.
ya'ni realdagi xossalar buzilyapti. Gemostaz ya'ni bu qon ivishiga xos bo'lgan staz bo'lishi mumkin, tromboz bo'lishi mumkin, emboliya bo'lishi mumkin yoki Dves sindromi bo'lishi mumkin ekan. Va bizda umumiy 4-turi bu shoklar. Shoklarda nima bo'ladi? Endi buni turlari juda ham ko'p. Biz aynan patologiya kurslarimizda shok degan temalarimiz bor. Batafsil yoritib berilgan. Demak, qon hajmining kamayib ketishi yoki vazodilatatsiya hisobiga, ya'ni arterial bosimning keskin kamayib ketishi bu shokka sabab bo'ladi. To'qima suyuqligi miqdorining o'zgarishi. To'g'ri. Bu gipovolemik shok holatlariga olib kelishi mumkin. Xo'p. Endi bizda eng asosiy biz bugungi darsimiz uchun eng asosiy bo'lgan narsa bu qon aylanishining buzilishini 3 ta guruhga bo'lib o'rganar ekanmiz. Birinchisi qon tomirda qon miqdorining o'zgarishi bilan bog'liq kasalliklar. Demak, holatlar asosan qon miqdori, ya'ni qonning hajmini ko'payishi mumkin yoki kamayishi mumkin. Mana birinchisi giperemiya. Giperemiyada qon tomirlarda qonning ko'p miqdorda oqishi, ya'ni to'laqonlik deyiladi. To'laqonlik. Demak, to'laqonlik dediga giperemiyani. Ya'ni tomirlarda qonning ko'p miqdorda oqishi. Bu asosan har xil nevrologik bo'ladimi, qanaqadir ta'sirlar natijasida o'sha aynan qon tomirlaridagi, ya'ni a'zodagi qon tomirlariga ko'p miqdorda qon boradi. Nimaga? Chunki u yerda kislorodga bo'lgan talab va oziq moddaga bo'lgan talabning ortib ketishi hisobiga paydo bo'lyapti. Ikkinchisi esa ishemiya. Ishemiya nima degani? Ishemiya bu organlarda arterial qon tomirlar, ya'ni orqali qon oqimining kamayishi yoki to'xtab qolishi. Ishemiya asosan arterial qon tomirlarida bo'ladi. Bu arterial qon tomirlarda bilasiz, qanaqa qon oqadi? Ya'ni kislorodli qon oqadi. Ya'ni a'zolarga kislorod, oziq moddalar olib ketayotgan qonni o'sha a'zoga yetarlicha yetib bormasligi hisobiga paydo bo'ladigan holat hisoblanadi ishemiya. Ko'pincha ateroskleroz fonida tromboz, o'sha ya'ni o'sha qon tomirining yo'lini to'silib qolishi hisobiga undan keyingi holatdagi hujayraga, ya'ni qonning yetib bormasligi hisobiga paydo bo'ladi. Keyingisi qonning sifatini o'zgarishi bilan davom etadigan kasalliklar. Bularga tromboz kiradi. Tromboz bu odam hayotlik paytida yurak bo'shlig'idagi qonning ivishi deyapti. Demak, tromboz odam hayotlik paytida to'g'ri, ya'ni trombotsitlarning bir-biriga agregatsiyasi, adgeziyasi hisobiga, ya'ni bir tromb hosil qilib, qon tomir devorlarida yoki qon tomirini to'sib qo'yish natijasida paydo bo'lishi mumkin tromboz. Emboliyachi. Emboliya bu biror bir yot jism paydo bo'lishi. Masalan, bu emboliyalardan turi bor. Masalan, yog'simon, havoli emboliya bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Aynan mana shu emboliyalar o'sha qon oqimini to'xtatib qo'yishi mumkin. Va keyingisi staz. Demak, ya'ni o'sha kichik arteriya, kapillyar yoki venulalarda qon oqimining sekinlashishi yoki umuman to'xtab qolish holatlari yuzaga keladi. Staz haqida ham alohida gaplashamiz. Keyingisi DVC sindromi, ya'ni disemirovание внутрисосудистой свертывание, ya'ni barcha tomirlarda tarqov holda qon tanachalarini alohida to'planib qolishi yoki ivib qolishi nazarda tutiladigan holat hisoblanadi. DVC sindromi ham juda ham ko'p holatlarda paydo bo'lishi mumkin. Keyingisi 3-chi, ya'ni yurak qon tomir devorining buzilishi bilan davom etuvchi holatlar. Boya aytganimizdek, gemorragiyalar, plazmorragiyalar. Demak, gemorragiya qonning tomirlardan tashqariga to'qimaga chiqishi. Plazmorragiya faqatgina plazma suyuqligining tomirlardan tashqariga, ya'ni to'qimaga chiqishi nazarda tutiladi deyiladi. Endi biz sizlar bilan giperemiya haqida to'liq gaplashar ekanmiz. Giperemiya bu to'laqonlik, ya'ni o'zbekcha tarjima qilganda to'laqonlik degan. Giper bu nima degani? Ko'p degani, emiya bu qon. So'zdan kelib chiqqan, ya'ni giperemiya qon, ko'p qon degan ma'noni bildiradi. Qaysi tomirlarda rivojlanadi? Arterial giperemiya bor va venoz giperemiya farqlanadi. Bularda ketishiga ko'ra o'tkir va surunkali turlari bor, lekin bu unchalik ahamiyatga ega emas.
Xo'p, arterial giperemiya. Bu nima? Arterial giperemiya bu arterial qon tomirlaridagi qon hajmini ortishi natijasida tomirning kengayishi. Boshqacharoq aytganda to'laqonlik. Ya'ni arterial qon tomirlarining kengayishi natijasida a'zo va to'qimalarning qon bilan ta'minlanishining ko'payib ketishi. Qon aynan shu sohada tezlik bilan oqib o'tadi. To'qimalarga yetarlicha kislorod berishga va karbonat angidridga to'yinishga ulgurmay qoladi. Bu arterial qon, ya'ni kislorodni berib, o'ziga karbonat angidridni olish kerak edi. Lekin bu holat bo'lmaydi deyarli. Shu sababli organizmda moddalar almashinuvi unaqa tez bo'lmaydi. Ya'ni ulgurmay qoladi. Aynan kislorod bilan karbonat angidrid o'rnin almashishga ulgurmay qoladi. Bu jarayonda quyidagi holatlar yuzaga keladi. Masalan, hop, qayerga yozay? Klinik simptomlarida giperemiyani, arterial giperemiyaning klinik simptomlari. Masalan, shu yerga yozamiz. Birinchi bo'lib o'sha organ giperemiya bo'ladi, ya'ni nima degani? Qizaradi. Ikkinchi, mayda qon tomirlarida pulsatsiya aniqlanadi. Ya'ni o'sha mayda qon tomirlar pulsatsiya nimada? Pulsatsiya nima ekan? Uchinchi bo'lib qon tomir hajmining oshganligi hisobiga qon bosimi ham ko'tariladi, ya'ni oshadi. Bu umumiy organizmda emas, balki o'sha organda bo'layotgan narsa bu. Keyingisi limfa ishlab chiqarilishining oshishi. Limfa ishlab chiqarilishining oshib ketishi. Xo'p, keyingisi kapillyarlar devoridan suyuqlikni sizib chiqishi tufayli to'qimalarning bo'kishi. To'qimalar bo'kadi. Ya'ni o'tkazuvchanlik oshib ketdi, devor kengayganligi uchun buni hisobiga to'qimalar bo'kadi. Plazma hisobiga bo'kadi. Va bu giperemiyalangan a'zoni hajm jihatdan kattalashishiga sabab bo'ladi. A'zoni hajm jihatdan kattalashishi. Va keyingisi temperaturaning ko'tarilishi. O'sha sohada, ya'ni qon tez harakat qilganligi uchun mahalliy harorat ko'tariladi. Aynan o'sha haroratning ko'tarilishi giperemiyalangan a'zoda, ya'ni organda to'qimadagina bo'ladi xolos. Boshqa joyda bo'lmaydi, ya'ni isitma emas bu holat. Xo'p, bu tushunarli. Endi biz umumiy bu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Arterial giperemiyani o'zi ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi umumiy bo'ladi. Mahalliy bo'ladi. Biz bugun mahalliy turini gaplashamiz, chunki eng ahamiyatga ega bo'lgan tomon mana shu, mahalliy va juda ham ko'p uchraydi. Umumiy turi bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham kam uchraydi, lekin bu xavfli jarayon hisoblanadi. Umumiy turi, ya'ni butun organizmga tegishli bu narsa. Umumiy bo'lsa qanday bo'ladi? Mana hozir aytgandek, umumiy bo'lishi mumkin, mahalliy bo'lishi mumkin. Umumiy arterial giperemiya qonning arterial sistemadan odatdagicha normal darajada saqlanib qolgan holda unga qon kelish ko'paygan sharoitlarda boshlanadi. Demak, biz bunda bittagina holat, ya'ni pletora kasalligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni eritrotsitlar ko'payib ketadi. Bunda pletora qonda gemoblastoz hujayralarining ko'payishi, eritrotsitlarning kompensator ko'payishi eritremiya deyiladi va eritrotsitlarning miqdorini 6,5 milliongacha ortib ketishi. O'zi normada qancha edi? Bizda normada 4,5
5 million atrofida eritrotsitlar. Ba'zi manbalarda 4-6 deb beriladi. Demak, miqdori juda ham oshib ketar ekan. Bu holat, bu kasallik qon yaratuvchi organlarning suyak ko'magi, limfoid organlarning leykoz kasalligida bo'lishi mumkin ekan. Endi mana bu joyda pletora kasalligini o'zini ham 3 xil turi bo'ladi. Ya'ni birinchisi haqiqiy, ya'ni absolyut turi bo'ladi. Haqiqiy absolyut pletora. Bu nima degani? Absolyut pletorada eritrotsitar massaning ko'payib ketishi. Ya'ni aynan mana shu qondagi eritrotsitlarning kompensator ravishda ko'payib ketishi, ya'ni o'sha suyak ko'magidan eritrotsitlarning ko'payib ketishi hisobiga paydo bo'ladi haqiqiy pletora. Nisbiy pletora bor. Bunda asosan nimada? Masalan, har xil kuyish holatlarida, suvsizlanish holatlarida eritrotsitlar miqdori qachon ko'payadi? Normada nima ham, plazma ham normada edi. Lekin nimadir o'zgarish bo'lyaptiki, qon tomir devori kengayib o'tkazuvchanlik oshib ketyapti. Natijada plazma, ya'ni suyuq qismi nimaga, to'qimaga o'tib ketyapti. Bu esa gematokrit ko'rsatkichini buzilishiga sabab bo'lyapti. Demak, bu ham qon o'sha gematokrit ko'rsatkichda shakilli elementlar, ayniqsa eritrotsitlar miqdorining ko'payishiga sabab bo'lyapti. Bu ham pletora kasalligini ikkinchi, ya'ni nisbiy holati hisoblanar ekan. Xo'p, endi bizda asosiy gaplashadigan narsa bu mahalliy arterial to'laqonlik, ya'ni giperemiya. Organ yoki to'qimalarda arterial qon oqimining ko'payishi bo'lib, ikki xil turi bor ekan. Demak, fiziologik turi bo'lishi mumkin, patologik turi bor ekan. Fiziologik turi bo'lganda qanday bo'ladi? Arterial giperemiyani. Xo'p, arterial giperemiyani fiziologik turini ham o'zini turlari bor. Ishchi giperemiya va reaktiv giperemiya bor. Bu qanday bo'ladi? Ishchi giperemiya bo'lsa, ishchi giperemiyada birinchisi ovqatlangan paytida oshqozon sistemasida giperemiya bo'lishi. Chunki har qanday a'zoni harakatga keltirgan paytida unga oziq muhit va ozuqa kerak bo'ladi va nima kerak bo'ladi? Kislorod kerak bo'ladi. Aynan mana shuni ta'minlab berish uchun organizmdagi kompensator mexanizmlar ishga tushib, yetarlicha qonni yetkazib berish kerak degan impuls yetib boradi. Aynan mana shuni hisobiga, demak, ovqatlangan paytimizda oshqozon sistemamizda giperemiya bo'ladi. Bu normal holat hisoblanadi. Nimaga? Chunki o'sha ovqatni yetarlicha hazm qilish, xlorid kislota ishlab chiqarish, gormonal fonini ta'minlash maqsadida hosil bo'lyapti. Endi keyinchi nevrologik holatlar bilan bog'liq. Masalan, uyalganda, hayajonlanganda, asabiylashganda, bunda ham issiqlik ta'sirida kelib chiqadi asosan. Chunki mana shu asabiylashish hisobiga impuls keladi va yana o'sha a'zoga ya'ni normadan ko'proq qon yetib borish hisobiga, bilsangiz, mana uyalib ketgan odamlar, har xil holatda, masalan, asabiylashayotgan odamlar, bilsangiz, yuzlari ham nima bo'ladi? Qizarib ketgan bo'ladi. Aynan bu hayajonlanish yoki kuchli stresslar bo'lishi mumkin, masalanda. Mana shular hisobiga yuzini ko'rsangiz qizarib ketgan bo'ladi. Aynan bu holat giperemiya holati hisoblanadi. Arterial giperemiya esa fiziologik holat. Endi keyingi holat bizda sportchilarda, masalan, sportchilar yelkada nima bo'ladi? Giperemiya bo'ladi. Chunki masalan, og'ir atletika bilan shug'ullanadigan odamlarda aynan masalan o'sha toshni ko'targan paytida yelka mushaklariga kuch juda ham oziq modda yoki kislorodga juda ham nima bo'ladi? Ta'sirchan bo'ladi. Ya'ni ularga o'sha narsa kerak. Shu sababli ham sportchilarda yelka mushaklarida aynan giperemiya bo'ladi. Aqliy mehnat paytida, masalan, miyada, masalan, men hozir shu narsani tushuntirib berayotgan bo'lsam, meni miyadagi qon tomirlariga yetarlicha, ya'ni normadan ko'proq qon yetib boryapti hozir. Ya'ni mana bu aqliy mehnatni ta'minlab berish. Ya'ni aynan qilayotgan ishingizni samarasini oshirib berish maqsadida organizm kompensatsiya qiladi. Aynan bu holat fiziologik mahalliy arterial giperemiya holati hisoblanar ekan. Endi bizda reaktiv turdagi giperemiya bor. Masalan, reaktiv turdagi
turdagi giperemiya. Bu qanaqa bo'ladi? A'zo yoki to'qimalarning ma'lum muddat qon bilan ta'minlanishning buzilishi tufayli paydo bo'lar ekan. Demak, masalan, jigutni oladigan bo'lsak, jigutni bilamiz, nimada ishlatamiz biz? O'sha ukol qilayotgan paytimizda, inyeksiya qilayotgan paytimizda ishlatamiz. Nimaga? O'sha nimani qon tomirni chiqarib olish uchun. Jigutni yelkaga qo'yganimizdan keyin jigut olib tashlanganda o'sha sohaga keluvchi qon oqimi ko'payib kelmagan qon o'rnini to'ldirib qo'yadi. To'g'rimi? Ya'ni bu tezlik bilan bo'ladi. Bu reaktiv giperemiya. Bu ham unaqa katta ahamiyatga ega emas. Bu arterial giperemiyaning bitta fiziologik turi hisoblanadi. Endi sizlar bilan patologik turlari haqida gaplashamiz. Xo'p, mana bu joyda bir nechta turlari berilgan. Angionevrotik to'laqonlik, kollateral to'laqonlik, post anemik to'laqonlik, vakuat to'laqonlik va yallig'lanish sohasidagi to'laqonlik haqida va atriovenos shunt asosidagi to'laqonlik haqida berilgan. Bular unaqa qiyin emas. Bemalol o'qib olsanglar bo'ladi. Men hozir sizlarga patologik arterial giperemiyani keltirib chiqaruvchi sabablar, mana shular haqida gaplashamiz. Bu yerda arterial giperemiya fiziologik patologik turlari deb aytilgan. Mana boya aytib o'tgan holatlarim. Mana reaktiv giperemiya. Mana. Xo'p, mana. Demak, patologik arterial giperemiya. Bu asosan biz yallig'lanish fonida ko'rib chiqarganmiz. Xo'p, yallig'lanish jarayonida eksudatsiya va emigratsiya uchun arterial giperemiya kerak bo'ladi. Allergik reaksiyalarda, masalan, allergen ta'sirida qon tomirlari kengayadi. Ikki xil mexanizm asosida kechadi. Bu qaysilar? Neyrogen bo'lishi mumkin yoki-da metabolik bo'lishi mumkin. Ikki xil turi bor. Xo'p, patologik turdagi arterial giperemiyani nimalar keltirib chiqaradi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Xo'p, arterial giperemiya patologik turini. Patologik, Xo'p, birinchisi fizik omillar bo'lishi mumkin. Fizik omillar. Bularga sovuqlik, issiqlik, mana shular hisobiga. Masalan, biz bilamiz, sovuq ta'sirida qon tomirlar torayadi. Issiqlik ta'sirida esa qon tomirlar kengayadi. Ya'ni issiqda yurgan paytimizda ham bu fiziologik holatda, normal holatda issiq quyoshda yurgan paytingizda yuzlaringiz isib ketadi, misol uchun. Ya'ni qizarib ketadi. Bu nimani dalolat beradi? Aynan issiq nur hisobiga, issiqlik hisobiga qon tomirlar yuzdagi, ya'ni quyosh tushib turgan sohadagi qon tomirlar kengayib ketadi va giperemiya holati yuzaga keladi. Va bu holat davom etaversa, o'sha yozgi kunida ko'p issiqda yuraversangiz nima bo'lasiz? Gipertermiya holatiga yuzaga keladi. Bu endi patologik holatga o'tib ketadi. Demak, issiqlik, sovuqlik yoki har xil kimyoviy, fizik nurlar bo'lishi mumkin. Keyingisi kimyoviy omillar. Kimyoviy omillar bo'lishi mumkin. Bularga har xil dorilar bo'lishi mumkin, yoki zaharlar bo'lishi mumkin, yoki ichimliklar, alkogol bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Aynan mana shu holatlar. Keyingisi biologik omillar. Biologik omillar hozir aytganimizdek, yallig'lanishni keltirib chiqaruvchi asosiy faktor hisoblanadi. Virus, bakteriya, zamburug', ya'ni infeksiyalar hisobiga paydo bo'lishi. Demak, infeksiya. Keyingisi ruhiy omillar, g'azablanish, uyalish, ya'ni qanaqadir nevrologik patologiyasi bo'lgan bemorlarda ham aynan mana shu holatlar yuzaga kelishi mumkin. Yoki mexanik omillar sabab bo'lishi mumkin. Mexanik shikastlanish masalan. Har xil shikastlanishlar, urilish, latish, jarohatlanish, mana bular asosiy mexanizmda patologik arterial giperemiyani keltirib chiqarar ekan. Xo'p, demak, undan keyin biz mana bu turlari bilan gaplashishimiz kerak. Demak, mexanizm bo'yicha, patogenezi bo'yicha arterial giperemiyani ikki xil turi bor ekan. Mexanizm bo'yicha neyrogen va metabolik turlari bor. Umumiy olib qaraganda mana shularning o'zida 3 ta turi bo'ladi. Demak, neyrogenda o'ziga 2 ta turi kiradi. Neyroparalitik va neyrotonik. Metabolikda o'ziga bitta mioparalitik turlari kirar ekan. Bular qanday bo'ladi? Birinchi turi biz neyrogen, ya'ni turidan neyroparalitik haqida gaplashamiz.
Bu yerda nima deyapti? Neyroparalitikda simpatik nerv sistemasining ishini sustlashishi yoki pasayishi tufayli paydo bo'ladi. Bu nima degani? Parasimpatik nerv sistemasi aktivligini oshirib yuboradi degani. Demak, turli sabablar bo'lishi mumkin. Travma, kimyoviy dori vositalar sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, bunda neyroparalitik turida har xil travma oldi, masalan, bemor, buni natijasida nervlar falajlandi. Masalan, insultlar bo'lishi mumkin, is gazidan zaharlanish bo'lishi mumkin, turli travmalar bo'lishi mumkin, kimyoviy dori-darmonlar bo'lishi mumkin yokida sinus tugini kesib qo'yish bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bu unaqa Claude Berner tajribasi asosida bo'ladi. Ya'ni mana shular hisobiga simpatik nerv sistemasining faoliyati pasayib ketadi yoki to'liq falajlanadi. Demak, simpatik nerv sistemasi faoliyati pasaydi degani nima degani? Parasimpatik nerv sistemasi faoliyati oshib ketdi degani. Bu esa bu nimaga sabab bo'ladi? Demak, nerv oxirlaridan parasimpatik nerv sistemasining aktivligi oshib ketgandan keyin nerv oxirlaridan asetilxolin ajralib chiqishi kuchayib ketadi. Asetilxolin. Mana shu yerga yozadi. Demak, bizda birinchi bo'lib simpatik nerv sistemasi kamayib ketdi. Buni hisobiga parasimpatik nerv sistemasi aktivligi oshib ketadi. Nimaga simpatik nerv sistemasining faolligi pasayib ketgandi deganimda, insultlar, har xil travmalar, is gazidan zaharlanishlar, kimyoviy dori-darmonlar, sinus tugini kesib qo'yish holatlari sabab bo'lishi mumkin deyiladi. Demak, buni hisobiga aynan mana shu simpatik nerv sistemasi falajlanishi mumkin va buni hisobiga parasimpatik nerv sistemasi faolligi oshib ketadi. Demak, bu faoliyati oshib ketgandan keyin nerv oxirlaridan asetilxolin ishlab chiqarilishi kuchayib ketadi. Demak, asetilxolin esa nima vazifani bajaradi? Qon tomirlarida vazodilatatsiya chaqiradi. Vazodilatatsiya. Vazodilatatsiya degani qon tomirlar kengayib ketadi. Va qon tomiri kengayish hisobiga o'sha joyda ko'pgina qon sig'ganligi uchun ko'pgina qon boradi. Natijada arterial giperemiya holati yuzaga kelar ekan. Bu qaysi turida? Neyroparalitik turida. Neyroparalitik. Endi neyrotonik turida qanday bo'ladi? Neyrotonik turida nerv, tonik, tonus. Demak, bunda simpatik nerv sistemasi normada bo'ladi. Normada bo'ladi. Lekin parasimpatik nerv sistemasi ishi baribir oshib ketadi. Faoliyati oshib ketadi. Bu mana impulslarning ortishi, tonuslar ortadi, qon tomirlar kengayadi. Neyrotonik turida. Parasimpatik nerv sistemasining tizimini kuchayib ketishi. Xolinemimetiklar ta'sirida yoki xolinesteraza ingibitorlari ta'sirida demak, parasimpatik nerv sistemasining faoliyati oshib ketishi mumkin. Lekin nima normal? Simpatik nerv sistemasining faoliyati normal turibdi. Bunda mana bunday holat yuzaga keladi. Demak, birinchi holatda simpatik nerv sistemasi normada. Lekin parasimpatik nerv sistemasi faolligi oshib ketgan. Nimani hisobiga edi? Yuqorida aytib o'tgan sabablar. Demak, har xil kimyoviy dorilar bo'lishi mumkin bunda ham. Xolinesteraza ingibitorlari bo'lishi mumkin yoki xolinemimetiklar bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, demak, simpatik normada, parasimpatik esa bu oshib ketdi. Buni hisobiga yana boyagi jarayon asetilxolin ishlab chiqarish ko'payib ketadi, vazodilatatsiya bo'ladi. Vazodilatatsiya natijada arterial giperemiya holati yuzaga kelar ekan. Mana bu joyda asetilxolin ishlab chiqarish kuchaygan paytda qon tomirlaridagi silliq mushaklar bo'shashib qoladi. Mana shuni hisobiga vazodilatatsiya chaqiradi. Vazodilatatsiya esa arterial giperemiya. Bizda uchinchi patogenez bu metabolik holatdagi, ya'ni mioparalitik turdagi tur hisoblanadi. Mioparalitik yoki gumoral turdagi giperemiya deb nomlasak ham bo'laveradi. Bu asosan periferiyadagi qon tomirlarida uchraydi. Turli mediatorlar gistamin, bradikinin, prostaglandin E2, sut kislota, ya'ni laktatlar, azot 2 oksidi, elektrolitlar, natriy, kaliy, vodorod ionlari hisobiga paydo bo'lishi mumkin ekan.
Xo'p, ya'ni mana shu omillar ta'sirida bular yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi. Tepadagi gistamin, bradikinin, prostaglandinlar, lekotrinlar, bu mediatorlar. Qon tomirlarini kengaytiradi, ya'ni vazodilatatsiya qiladi. Vazodilatatsiya qildi va arterial giperemiya. Demak, masalan, gistaminni oladigan bo'lsak, gistamin H1 retseptorlarga ta'sir ko'rsatadi, bronxlarni toraytiradi. Qon tomirlariga ta'sir qilib, ularni kengaytiradi. Ya'ni natijada arterial giperemiya holati yuzaga keladi. Demak, patogenez tushunarli. Mana bu turda qizarish, mahalliy haroratning ortishi, azot tarangligini ortishi. Oqibati ijobiy a'zo faoliyatining yaxshilanishi, ya'ni moddalanishini oshirib beradi, tuzalishni tezlashtiradi, shish, insultlar ga sabab bo'lishi mumkin. Salbiy oqibatida endi bular. Endi yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hozir yana arterial giperemiyani chuqurlashib aytadigan bo'lsak, makroskopik ko'rinishi qanday bo'ladi? Makroskopik ko'rinishi bu biz ko'z bilan ko'ra oladigan makroskopik belgilari. Bunga makroskopik ko'rinishlari ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan belgilar. Demak, qizarish bo'ladi. Ya'ni o'sha qizarish nimani hisobiga? Bu rubor deyiladi, qizarish o'sha arterial qon ko'payib ketishi, ya'ni oksigemoglobin hisobiga qizaradi. Harorat kengisi. Haroratning oshib ketishi. Haroratning oshishi. Bu kolor deyiladi. Kolor. Demak, metabolizmni tezlashishi hisobiga bo'lyapti. Keyingisi hajmni oshishi, ya'ni a'zo to'qimani hajmini oshishi. Hajmning ortishi. Mana bular sabab bo'ladi. Endi bizda nima bor? Endi mikroskopik ko'rinishi bor. Buni biz faqat mikroskop ostida ko'rishimiz mumkin. Mikroskopik belgilari. Birinchisi arteriolalar diametrini kengayishi. Demak, arteriolalar diametri kengayishi. Ikkinchisi ishlovchi kapillyarlar sonining ortishi. Ya'ni kapillyarlarni soni oshib ketishi mumkin. Masalan, kollateral tarzda. Hali bunga ham alohida to'xtalamiz. Kollateral nimaga? Nima o'zi? Shunga alohida to'xtalamiz bunga. Xo'p, endi bu arterial giperemiyani ijobiy tomoni nimadan iborat? Ijobiy tomonlari birinchi bo'lib mahalliy immunitetni ortishi, ya'ni giperemiya bo'layotgan o'sha qon tomirda qon shakli elementlari ko'payishi, ayniqsa leykositlarning miqdori ko'payishi mahalliy immunitetni oshirib beradi. Endi salbiy tomoni nimadan iborat desak, boya aytib o'tganimizdek, ya'ni giperemiyalangan qon tomirda qon hajmini ko'pligi va bosimning ortishi hisobiga o'sha mayda qon tomirlarda yorilib ketishi mumkin. Bu nimaga sabab bo'ladi? Boshdagi qon tomirlarda bo'ladigan bo'lsa, masalan, u gemorragik insultlarga sabab bo'lishi mumkin yoki tananing boshqa sohalarida bo'ladigan bo'lsa, har xil qon quyilishlari, ya'ni gematomalarga sabab bo'lishi mumkin ekan. Bu arterial giperemiya edi. Arterial giperemiya. Endi sizlar bilan venoz giperemiya haqida gaplashamiz. Demak, biz venoz giperemiya haqida gaplashar ekanmiz. Venoz giperemiya bu organ yoki to'qimalardagi qon oqib kelishi, ya'ni organ yoki to'qimalarga qon oqib kelishi normada, lekin ammo ketishining qiyinlashishi yoki sekinlashishi tufayli shu organ yoki to'qimani qon bilan to'lishi. Tushunarli? Ya'ni biror bir a'zoni oladigan bo'lsak, organda to'qimani oladigan bo'lsak, o'sha to'qimaga kelayotgan qon demak normada ekan, lekin o'sha kislorod bilan ta'minlanyapti, lekin karbonat angidrid bilan ta'minlangan qon esa o'sha joyda turib qolyapti. Nimaga? Chunki u keta olmayapti o'sha joydan. Mana shu. Demak, sabablari nimadan iborat? Venoz giperemiyani sababi nimadan iborat bo'lishi mumkin? Demak, birinchisi bu
venalarni embol yoki tromb bilan to'silib qolishi. Masalan, mana bu vena qon tomiri bo'lsa, qanaqadir tromb bo'lishi mumkin, emboliya bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, qon oqimi bu yoqqa o'ta olmaydi. Natijada mana bu joyda nima bo'ladi? Qon tomiri kengayib, venoz to'laqonlik yuzaga keladi. Demak, tushunarli. Keyingisi qon tomirlarining ezilib qolishi. Qon tomirlarining ezilishi, ya'ni chandiq, o'sma, shish bo'lishi mumkin. Masalan, qanaqadir tashqi ta'sirda endi bular, masalan, o'sma bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydan siqadi, mana bu joyda. Demak, qon tomirida mana shunday nima qiladi? Qisib qo'yadi. Natijada bu joyda ham xuddi shunaqa holat yuzaga keladi. Demak, venoz giperemiya. Keyingisi qon tomirlarining irsiy kamchiligi. Bu asosan tug'ma shakllanishi mumkin. Silliq mushaklarni, ya'ni qisqarish xususiyatini yo'qotib qo'yishi. Aynan bu holat ham balkim nerv sistemasi tomonidan ham boshqarilishi mumkindir. Demak, aynan mana shuni hisobiga ham demak venoz giperemiya kelib chiqishi mumkin. Umumiy qon aylanishining buzilishi, masalan, o'ng qorincha yetishmovchilikda ham paydo bo'lishi mumkin ekan venoz giperemiya. Va bundan tashqari uzoq vaqt tik turib ishlaydigan odamlarda ham pastki, ya'ni o'sha oyoq venalarida uzoq vaqt davomida tik turishi hisobiga qon hajmi o'sha joyda turib qoladi. Ya'ni qonni yetarlicha aylanmasligi hisobiga o'sha joyda tabiiy holatda venoz giperemiya yuzaga keladi. Demak, bu keyinchalik qon tomirlarining kengayib ketishiga va o'sha a'zolarning hajmini kattarib ketishiga va nimaga? Aynan varikoz qon tomirlarining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, venoz qon tomirlar kengayib ketadi. Va hozir aytib o'tgan sabablarimdan eng ko'p, ya'ni o'ng qorincha yetishmovchiligida butun organizmda venoz dimlanish bo'ladi. Demak, o'ng qorincha yetishmovchiligi sabablari nimadan iborat? Surunkali yurak ishemik kasalliklari, to'g'rimi? Yurak ishemik kasalliklari, kardiomiyopatiyalar bo'lishi mumkin, revmatizm bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda revmatik isitma deyiladi. Revmatik isitma. Revmatik isitma o'zi o'tkir bo'ladi. Revmatizm bu surunkali holat. Revmatik paroklar bo'lishi mumkin. Yurakning yog' bosish holatlari, o'pka yurak holatlari, ya'ni o'pka yuragi degan narsa bor. Bu kor pulmonali, bu eng asosiy sabab hisoblanar ekan. Aynan mana bu o'ng qorincha yetishmovchiligida. Xo'p. Demak, biz bu holatda aynan umumiy venoz to'laqonlik patomorfologiyasi, ya'ni uni ko'rinishi qanday bo'ladi? Birinchi bo'lib teri qoplamalari, ya'ni seroz va shilliq qavatlarida ko'karish, ya'ni sianoz holatlari. Sianoz nimani hisobiga bo'lyapti? O'sha qon tarkibidagi karbonat angidrid, ya'ni karbonat angidrid karboaminogemoglobin hisobiga, demak, ko'kishroq, ya'ni sianoz holatini yuzaga keltiryapti. Derma, ya'ni o'sha teridagi derma yoki teri ostida o'sha kletchatkasining shish paydo bo'lishi, plazmaragiya, distrofiya va nekroz, atrofiya holatlari va ichki a'zo va to'qimalarda o'zgarishi hamda boshlanadigan sklerotik o'zgarishlar. Hozir bularni ko'ramiz. Demak, kor pulmonali nima edi? O'pka yuragi. Kor pulmonali deyiladi. Bu nima degani? Sabab nima edi bunga? O'pkani surunkali kasalliklarida, demak, tasavvur qiling, o'pkada qanaqadir kasalliklar bor. Obstruktiv kasallikmi u, ya'ni o'pkani qanday patologik og'ir holatdagi kasalligi. Demak, mana shu fonda surunkali kasalliklari fonida yurakning o'ng qorinchasidan o'pkaga kelayotgan qon o'pka orqali to'liq oqib o'ta olmaydi. Buning hisobiga o'pka arteriyasi va o'ng qorinchada qon dimlanadi. Natijada venoz qon o'ng bo'lmachada, pastki va yuqori kavak venalarda va barcha to'qima organlarda qon dimlanadi. Aynan mana shu holat umumiy venoz giperemiya deyiladi. Demak, hozirgi holatni mana bu yerda chizib tushuntirib beraman. Masalan, mana buni yurak deb tasavvur qiladigan bo'lsak, to'rtkamerali yurak, demak, bu chap, bu o'ng. Bizda aynan o'ng qorincha yetishmovchiligi. Mana bu joyda bilamiz, o'ng qorinchadan o'pka arteriyasi chiqadi. Arteriya. O'pka arteriyasi bu o'pkaga boradi. Bu o'pka bo'lsa, shuni o'pka deb tasavvur qilsak, demak, o'pkaga borar ekan. O'pkaga boradi. Lekin o'pkani qanaqadir patologik funksiyalari hisobiga, o'sha kasallik hisobiga surunkali, bu joyda o'pka o'zini vazifasini yetarlicha bajara olmay qoladi. Ya'ni o'pka o'zidan qonni o'tkazmay qo'yadi bu yoqqa. Demak, qon bu yoqqa qayerga o'tardi? 4 ta
vena orqali chap bo'lmachaga quyardi. Ya'ni o'pka venasi. Ya'ni 4 ta o'pka venasi orqali chap bo'lmachaga quyardi. Demak, mana bu joyda defekt bor desak, demak qon o'tkazmayapti. Demak, buning hisobiga mana bu joyda qon dimlanadi. Birinchi bo'lib o'pka arteriyasida qon dimlanadi. Va bu esa mana bu sohaga ko'chadi. Demak, bu joyda ham qon dimlanadi. Va bu dimlanish orqaga qaytib boraveradi. O'ng bo'lmachada dimlanadi keyin. Va natijada mana bu joyda yuqoriga va pastki kavak venalar bor. Mana bu pastki kavak venalarda asosan qon dimlanadi. Demak, bu jarayon umumiy venoz giperemiya deyilar ekan. Butun organizmda bo'ladi-da bu holat. Bu tushunarli. Endi undan keyingi holatda yurakni chap qorinchada o'tkir yetishmovchiligida qon chap bo'lmacha va o'pkada dimlanadi. Tomirlar kengayib, o'tkazuvchanligi oshib ketadi. Agar chap qorincha o'tkir yetishmovchiligi rivojlangan bo'lsa, qon tarkibidagi plazma suyuqligi alveolalar bo'shlig'iga quyiladi. Nafas yo'llari orqali og'iz va burundan qonli ko'pik keladi. Bu holat o'pka shishi deyiladi. Demak, bu bilan nima demoqchi? Mana boyagi holatni yana chizadigan bo'lsam, mana bu yurak. Bu chapda mana chap. Chap qorinchani o'tkir yetishmovchiligi mana bu joyda bo'lyapti. Chap qorinchani o'tkir yetishmovchiligida bu aorta qon tomiriga chiqaradi, aorta. Chiqaradi. Demak, chap qorincha yetarlicha qonni bu yoqqa haydab bera olmaydi. Natijada qon orqaga qaytadi. Ya'ni bu holat qonni orqaga qaytishi regurgitatsiya deyiladi. Demak, aynan mana bu chap bo'lmachada dastlab dilatatsiya bo'ladi va bunga kelayotgan 4 ta o'pka venasiga qon qaytadi. Demak, bu holatda mana masalan o'pka bo'lsa, o'pkadan keladi 4 ta qon tomiri. Demak, mana shu o'pkada ham qon dimlanar ekan. Mana shu qon tomirlarda dimlanadi qon. Va buni hisobiga qon orqaga qaytavergandan keyin bunda nima bo'lyapti? Mana bu holatda alveolalar, mana bu alveolalar. O'pka to'qimasidagi suyuqlik plazma, ya'ni qon tomirlar kengayib ketish hisobiga to'qimaga suyuqlik chiqaradi. Birinchi bo'lib mana bu o'pkani interstitsial bo'shliqlariga suyuqlik yig'adi o'pka o'zini. Hali alveolar ichiga kirmaydi. Alveola bu havoli a'zo hisoblanadi. O'shaning uchun hech qanaqa suyuqlik bo'lmaydi uning ichida. O'zini ma'lum namlab turadigan suyuqligi bo'ladi, xolos. Demak, u vaqt o'tishi bilan, kuchayishi bilan bu nimaga o'tadi? Alveolar bo'shliqqa o'tadi va bu esa alveolani gaz bilan almashuvini, ya'ni metabolizmini to'xtatib qo'yadi. Demak, bu edema fluid, ya'ni aynan mana shu joyda o'pka shishiga sabab bo'ladi. Endi bitta narsa o'pka shishi deb qachon aytiladi desa, o'pka interstitsiyasidagi suyuqlik o'pka alveolasining ichiga kirgan paytda mana shu holat, ya'ni alveolaning ichi suyuqlik bilan to'lib turgan holatda bu nima deyilar ekan? O'pka shishi deyiladi. Agar o'pka shishi bo'lmayapti-da, mana bu sohada hali alveola ichiga suyuqlik kirmadi. Lekin o'pkani mana bu interstitsial bo'shlig'ida suyuqlik bilan to'lib turibdi. Vaqt o'tishi bilan u o'pka shishi shakllanishi mumkin. Aynan mana shu holat nima deyiladi desa, bu yurak astmasi deyiladi. Mana shuni nazarda tutish kerak. Ya'ni buni ahamiyati juda ham katta. Demak, yurak astmasi fonida nima rivojlanyapti? O'pka shishi rivojlanyapti. Demak, bu tushunarli. Endi agar bu o'tkir turida edi, chap qorinchani. Endi surunkali turida qanday bo'ladi? Bunda o'pka tomirlari kengayib ketadi. Ularning devorlari orqali diapedez yo'li bilan eritrotsitlar chiqadi. Ya'ni interstitsiyaga eritrotsitlar chiqadi. Diapedez degani o'sha shaklli elementlarni o'sha nimaga, o'pka hujayralariga, interstitsial bo'shlig'iga o'tishi. Bu to'qimalardagi eritrotsitlar yashay olmaydi. To'g'ri. O'pka to'qimasiga chiqqan eritrotsitlar parchalanib ketadi. Ularning parchalanishini makrofaglar fagositoz qiladi. Sitoplazmasida gemosiderin pigmentiga aylantiradi va sidrofaglar paydo bo'ladi. O'pkaning bu holati
o'pka gemosiderozi deb yuritiladi. Bu holat uzoq davom etsa, o'pka to'qimasiga biriktiruvchi to'qima o'sib kiradi. Demak, bu skleroz hosil bo'ladi degani. Ya'ni o'pka qattiqlashishni boshlaydi. Bu holat o'pkaning qo'ng'ir induratsiyasi deb ataladi. Sidrofaglar alveolar bo'shlig'iga tushib, balg'am bilan tashqariga chiqsa, yurak parogi hujayralari deb yuritilar ekan. Demak, bu tushunarli. O'pkani mana rasmda ko'rsatib qo'yilgan, demak, skleroz bo'lishi o'pka qo'ng'ir induratsiyasini misol qilib keltirilgan. Mana skleroz hujayralari mana o'sha o'pkani toraytirib yuboradi. Demak, sklerotik o'zgarishlarning asosida gipoksiya yotadi. U fibroblastlarning kollagen sintezini kuchaytirib yuboradi. Shu bilan bir vaqtda parenximatoz a'zolar hujayralarida atrofik o'zgarishlar kelib chiqadi. Natijada a'zolar biriktiruvchi to'qima bilan egallanib oladi va qattiqlashadi. Bu holat induratsiya deb ataladi. Xo'p, endi venoz giperemiya bo'lganda simptomlar qanday bo'ladi? Simptomlari birinchi a'zo kattalashadi, siyanoz holati bo'ladi, harorat pasayadi, ya'ni a'zo sovuq bo'ladi periferiyada. Shish bo'ladi, og'riq bo'ladi, venoz bosim ortadi. Endi oqibatlari bor. Oqibatlari, ya'ni осложнение deydi, asoratlari bor. Oqibatlari ham ikki xil bo'lishi mumkin. Ijobiy bo'lishi mumkin. Ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi tomoni, yomon tomoni deganda edi. Ijobiy tomoni nimadan iborat? Venoz giperemiyani. Agar yara bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohada bu tez bitadi. Nimaga? Chunki o'sha qon ko'p bo'lganligi uchun qo'zg'atuvchilar uchun noqulay muhit paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha infeksiyalar uchun noqulay muhit paydo bo'ladi. Buning hisobiga yara bo'lsa, masalan, yara bo'ladigan bo'lsa, o'sha joy tezroq bitadi. Endi salbiy oqibatlari mana gipoksiya bilan boshlanadi. Gipoksiya, keyin distrofiya, ya'ni oziq muhitning buzilishi va atrofiya, o'z navbatida atrofiya bo'lgandan keyin to'qimalarda o'sha dastlab shish ham rivojlanadi, nekroz rivojlanadi. Biriktirish to'qima o'sishi. Bu yerda sirroz rivojlanadi asosan. Sirroz, chandiqlanish bo'ladi. Chandiqlanish bo'lishi mumkin. Umumiy gemodinamik buzilish, qon qolib ketishi va o'limga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bu biz sizlar bilan venoz giperemiya haqida gaplashdik.